Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim. Va nihoyat challenjimizning eng oxirgi qismiga ham yetib keldik eson-omonlikda. Bu challenjimizda ko'p odamlar qatnashdi, ko'p odamlar xursand bo'ldi. Telegram kanalimizga obuna bo'lganidan challenjda qatnashganlarning barchasiga rahmat aytib qolaman. Va bugun yana bitta obunachimizni xursand qilib, ajoyib tarzda video olishga harakat qilamiz. Lekin jigarlar, videomizni boshlashdan oldin kanalimizga albatta obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Bu bizga esa katta motivatsiya bo'ladi va yana ko'pdan ko'p videolar chiqarishga harakat qilamiz. Yangi yilga ham xudo xohlasa 3 kun qoldi, lekin bizni kanalimizdagi obunachilar 4700 ta. Jigarlar, biz 300 ta obunachini tezroq yig'ib olishimiz kerak 3 kunda. Chunki Iminov akamiz bizga challenge bergan. Yangi yilgacha 5000 ta bo'lishimiz kerak. Endi sizlarga savol: bu challenge-ni davom qildiramizmi yoki yo'qmi? Agar challenge-ni davom qildirishimizni istasangiz, bu videodan menga 300 ta like yig'ib bering. Shunda men challenge-ni davom qildiraman. Agarda 300 ta like yig'a olmasak, challenge shu joyda tugaydi va yangicha challengelar o'ylab topishga harakat qilaman. O'zingizda ideya bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Keyingi videoda eng zo'r kommentariya egasini aniqlaymiz va videoga chiqadi, xudo xohlasa. Qanunda gapimizni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik do'stlar. Boya aytganimdek, bugungi videomiz noodatiy bo'ladi, chunki bugun kodni kanalimga emas, chatga tashiyman. Chatdagilar bilan boya zerikkanimdan bitta o'ynagandim, keyin bitta obunachimiz xafa bo'lib o'tirgan ekan, men bilan hech kim o'ynamaydi deb. Keyin esa mana bu Mashhuriddin degan obunachimizga siz kirmay turing dedim. Xo'p, mayli dedi, like bosib qo'ydik. Endi esa kod jo'natamiz. Boyagi xafa bo'lib o'tirgan obunachimizning ismi Islomjon Isroilov. Telegram gruppamda juda aktiv obunachilarimdan biri. O'zidan so'rashingiz mumkin. Endi esa biz kodni yozib olamiz. Kodni bugun nima deb yozsak ekan? 34 09 54 deb yozamiz, noodatiy qilib, va go deb yozamiz har doimgidek. Lekin chatga yozyapman bu safar. Mana Islomjon Isroilov yozayotganmidi? Endi esa dalasi o'yiniga kiramiz. Mana Dreamli Yogi Soccer 2026 o'yiniga ham kirib oldik. Endi esa tarkiblarimizni to'g'rilab olamiz. Xulian Alvarezni qo'yamiz. Kuparsini o'rniga, Usmon Dembeleni Baldeni o'rniga. Jigarlar, men bu arzon futbolchilarni kuchaytirgich uchun olganman. Sotib yuboraman baribir. Bular menga kerak emas. Xudo xohlasa Dembele va Keynni full qilib video chiqaramiz. Modrichni tushiramiz Kantening o'rniga. Kante noyob futbolchi bo'lgani uchun olganman. Bu yerga esa boya kodni yozamiz 340954. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana darrov tushyapmiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi degan ma'noni bildiradi bu. Akkaunti normalniy ekan, yarim pul darajada qo'l berishib oldik. Mana Islomjon. Mana boshlaymiz. Mbappe, Zeo Hernandezga pas. Zeo Hernandez Gabrielga, Gabriel Mbappega yana. Yaxshi Kylian, yaxshi. Voy, Van Dijk. Har doim Van Dijkning soyasida qolib ketadi Mbappe. Zeo Hernandez Di Mariyadan olishga harakat qildi, lekin ola olmadi. Zeo Hernandez keyin boshqatdan olib qo'ydi. Mbappega pas, Mbappe o'tib ket. Rodri olib qo'ydi. Yaxshi, Holland. Voy, yana Rodriga, Griezmann, Ronaldo, Zeo Hernandez, Holland, Griezmann, Ronaldo, Koyl, Virgil van Dijk bizdan chiqib olib qo'ydi va birinchi ajoyib harakat bo'lmoqchi edi. Vinicius Junior olib qo'ymoqchi edi-yu, Van Dijk olib ketdi. Mana bu yerda lekin ajoyib olib qo'ydi Vinicius Juniordan. Yaxshi vaziyat. Vini deb va birinchi gol 23-daqiqada. Kylian Mbappe ekan bu. Ajoyib gol kiritildi. Internetimiz ozgina qotsa ham raqibimiz yana boshlab berdi. Virgil van Dijkdan Holland olib o'tdi. Yaxshi zarba.
Voy, burchak zarbasi. Voy, burchak zarbasi. Rodri. Rodri Hernandez o'tmadi. Himoyachilarni bo'yi baland ekan. Hernandesni bo'yi yetmadi bu yerga. Bu yerda olib qo'ydi. Rabiot yana Rodridan olib qo'ydi. Van Dayk Hollandga berib qo'ymadi jigarlar. Kellini, Van Dayk, Coyle, Valverde, Virgil van Dayk, Ronaldo, xavfli. Van Dayk yana bitta gol bo'lishi mumkin, lekin darvozabon bu yerga chiqib turgan ekan. Yaxshi. Kilian zarba, voy, Donnarumma bo'yi baland bo'lgani uchun ajoyib seyv qildi bu yerda. Internetimiz juda qotyapti. Valverde. Voy, juda qotib qoldi bu yerda. Mana ishlab ketdi. Obunachimizga rahmat aytamiz. Bunaqa joyda tegmay turgani uchun. Yana telefonimiz qotyapti. Tezlikda boshlab ketibdi. Drop ball bo'ldi. Hakimga tegib qoldi. Eden Hazard dedimi? Yo, Haalandmidi? Voy, penalti. Penaltini qaytarishimiz kerak. Cristiano Ronaldo da tepyapti. Shu joyda qo'yamiz va yaxshi himoyachi yugur. Voy, ulgurmadi. Cristiano Ronaldo yana yugurib borib golni urib ketdi. Hisob 1-1. Biz yana hisobda oldinga chiqib olishimiz kerak. Ashraf Hakimi qanotdan qanotga pas. Hernandez o'tmadi Hollandga. Holland oldinga bitta tashladi. Viniciusdan o'tmadi. Yana olib qo'ydi Holland. Keyin Valverdega berdi. Valverde esa Mbappega. Bellingham, yaxshi Bellingham zarba va gol. Live uchrashuvlaridan har bittasida Bellingham gol urib kelyapti jigarlar. Jude Bellingham meni eng yaxshi ko'rgan futbolchim. Real Madrid safidagi, lekin hamma futbolchi bo'yicha Bellingham emas, boshqa futbolchi. Yaxshi hisobda yana oldinga chiqib oldik. Mbappe o'ta olmadi. De Bruyne, Ronaldo, Hernandez, Holland, Mbappe, Rodri, Hakimiga o'tmadi. Kellini, Coyle'dan olib qo'yolmadi. Ronaldo xavfli vaziyat, zarba va gol. 71-daqiqa jigarlar. Hisob 2-2. Menimcha bugun ekstra taymlarga qolib ketmasak bo'ldi. Vinicius Junior. Yaxshi. Viniciusdan kim olib qo'ydi? Tanimay qoldim. Hernandez. Kylian Mbappeni bo'yi kaltalik qilyapti. Bo'yi uzun futbolchilar kerak bo'lyapti-da menga. Harry Kane va Usmon Dembeleni full qilsam, shularni qo'yaman. Keyin bilan Hollandni qo'yaman. Juda yaxshi nima bo'ladi? Juftlik bo'ladi. Hernandez, Kevin De Bruyne. Yaxshi, De Bruyne gol urishing kerak edi bu yerda. 85-daqiqa bitta gol urib ketishimiz kerak yoki bitta gol o'tkazib yuborsak, 10-qismda yutqazib qo'yib 5000 tanga yig'ib berishimizga to'g'ri keladi. Viniciusga o'tmay qoldi. De Bruyne, Mbappe yugur. Voy, ekstra taymlarga qoldik jigarlar. Gol berishib qo'yamiz va boshlaymiz. Ekstra taymni biz boshlab berdik. Hernandez, Ashraf Hakimi, Kevin De Bruyne, Rodri, Mbappe yaxshi o'tib ketding. Zarba va gol. Ajoyib tarzda gol urib qo'yapti. Endi bu yog'iga yutish qiyin, chunki vaqtlarimiz oz qoldi. Yaxshi, hisob 2-3 ko'rinishda. Endi juda borimizni berib o'ynamasak bo'lmaydi. Bizga bitta gol urib qo'ysa, penaltilashishimiz mumkin. Yaxshi. Hakimi o'tib ketdi aldab. Mana bu yerda yaxshi oldinga tashladi. Vinicius olib ketdi. De Bruyne, Kylian. Voy, yaxshi. Burchak zarbasidan ham urishimiz kerak. Rodri bilan tepar ekanmiz.
Yaxshi, yaxshi. Van Dayk, voy. Van Daykdan o'tmadi. Yaxshi, De Bruyne, voy, shtanka. Van Daykka tegib chiqmadi. Kevin De Bruyne buzib qo'ydi. Donnarumma. Modrich. De Bruyne. Voy, oxirida baribir buzib qo'ydi De Bruyne. Hisob 2-3 hisobida qolmoqda. 105-daqiqa. Yaxshi, mana birinchi taym tamom bo'ldi. Ikkinchi ekstra taymda bizga gol urib qo'ysa, penaltilashishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun gol o'tkazmasligimiz kerak. De Bruyne bugun buzib qo'ydi. Ko'p buzib qo'ydi. Yaxshi. Buni oqlashing mumkin De Bruyne. Yaxshi. Viniciusga pas berding hech bo'lmasa. Hisobni kattalashtirib qo'yapmiz. 2-4 hisobida. Lekin De Bruyne o'zing ham bitta gol urishing kerak bugunga. Bugun bitta gol qarzing bor sening. Di Mariyadan o'tmadi. Kellini, Vinicius Junior yaxshi o'tib ketding Vini zarba va ajoyib gol. Ekstra taymlarning o'zida 3 ta gol urib tashladik jigarlar. Shuning uchun like bosib keting. Yana kelishilgan o'yin deb o'ylab o'tirmanglar, chunki bu chatga to'g'ri yozdim, to'g'ridan to'g'ri. Hechqasiga ham yozib o'tirmadim. Men uni saqlanib ham qilib qo'yganim yo'q. Mana hisob 5-2 ko'rinishida qolmoqda. Internetim qotyapti, shundoq ham yaxshi ko'rinishda g'alaba qozondik. Bu challenjimizning oxirgi kuni edi, oxirgi o'yinimiz edi. Challenjimiz davomida bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Bundan keyin yana qanaqa challenge qilishimizni xohlaysizlar, shuni kommentariyada yozib ketinglar. Hamda kommentariyada eng yaxshi fikr bildirgan, eng zo'r fikr bildirgan odamimizni keyingi videoda chiqaramiz. Top kommentariya deb 3 ta kommentariya chiqaramiz. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinlar bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni tilaklaringizni, istaklaringizni, fikrlaringizni bildirib qo'ying. Hamda bu video Wizard TLS bilan ulangan bo'ladi. Real Madrid yangiliklari kanali bilan ham ulangan bo'ladi. Shuning uchun barcha kanallarga obuna bo'lib, o'tab videolarni ko'rsangiz foydali videolar bor. Shunday qilib bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hamda keyingi challengelarda ko'rishguncha ham xayr, salomat bo'ling.